tarix o'zining ochiq qismatlar bilan ba'zida kishini qattiq ichindirsa, ba'zida shanliq sahifalarini ochgan ajdodlarimizning islom uchun borliqini qurbon qilib, haqiqiy sadoqat, vafoga ulgu bo'lgan erkakligiga opirin o'qib, ko'zlarimizga iliq yoshlarni keltirmay qolmaydi. Lekin kishini eng ichindirdig'ini qonlar badliga o'talgan bu savoqlardan ibrat ilib, qaddini ruslashga turmagan musulmonlarning bugungi ahvolidir. 19-asrning o'rtalarida tajovuzchi zolim mancha kofirlar qarshi qo'zg'algan Sharq Turkiston musulmonlarining qo'zg'olonlarida Manju Xitoy cheriklari vatanimiz tuproqlaridan asosan quvlab chiqarildi. 1865-yildan boshlab Manju ordusida vatanimizga qayta tajovuz qilish yoki voz kechish to'g'riliq qattiq talash tartish bo'lib, ikki iqimni paydo qilgan edi. Manchu bosh vaziri Li Xunjan taraf voz kechishni tashabbus qilgan bo'lsa-mu, Sanshi Gansu valisi Jallod Zozongtang qayta ishg'ol qilishda ching turgan. Biroq u toki 1875-yilga qadar gapini o'tkazolmagan. Ammo u 10 yil ichida Tungan musulmonlarning jihodiy inqiloblarini bostirib, tayyorlik qilib turgan. Zozongtang ilgari Xitoyning ichki qismidagi qo'zg'algan Tayping Tiangu armiyasini mag'lub qilib, shuhrat qozongan bo'lib, Yoqub Bayga qarshi ochchab turib, maydonga tushalaydigan yolg'iz sarkardasi shu edi. Oxiri Manching ordusi uning puxta ish qilganligidan ko'ngli amin tepib, 6 yil muhlat bergan. 1867-yillarga kelganda Yoqub Bey badavlat Chechilang'u g'ujlar begliklarini bo'ysundirib, Sharq Turkistonning janubiy va sharqida Urumchini o'z ichiga olgan zamonlarda Qashqariya islom davlatini qurdi. Ili rayonida bo'lsa, Ili sultonligi davlati qurildi. Her ikki islom hokimiyati birlashish yo'lida dialog qilayotgan zamonlar edi. Xalq orasida Qashqariya davlati bilan Ili sultonligining Char Rossiyaga qarshi ittifoq tuzganligi to'g'riliq paranglar ko'tarilgan edi. Buningda qattiq bearam bo'lgan Char Rossiya Ili sultonligining ko'ni dushmani bo'lgan Osmoniy xilofatga bayat qilgan Qashqariya davlati bilan birlashib, o'zi besib olgan Buxoro, Xiva xonliqlariga ta'sir qilmaslik uchun urush qilishga bahona izlab turgan chog'da Char Rossiya bilan urushib, yengilgan Qozoq atamani Tazabek Alban qabilasini boshlab Ili sultonligidan panoh so'raydi. Bu vaqtda Char Rossiya ularni topshirishni, bo'lmasa urush qilganligini aytib tahdid soladi. Ili sultonligining majlisi shariat hukmi bo'yicha musulmonni kofirlarga topshirmaymiz deb Alixon sultonning imzosi bilan rad qiladi. Buni bahona qilgan Char Rossiya ichki jihatdan taslimchilarning boshlig'i Beshir Begni setib oladi. Bu xoin Ili armiyasining maxfiyatchiligini va boshqa ichki siyosiy ahvolotlarni Char Rossiyaga yetkazib berdi va ichki jihatda bo'lgunchilikka harakat qildi. Taslimchilarni quturtib, xalq orasida bo'lgunchilik selib, Uyg'urlar bilan Tunganlarni o'zaro urushga soldi. Oxiri xiyonatchilarning yordami bilan 1871-yili Ili sultonligini besib oldi. Aslida Char Rossiya bilan Angliyaning kelishimida Char Rossiya Iliga qo'l solmaslik, Angliya Afg'onistonga besib kirmaslik siyosati shakllangan edi. Lekin buningga amal qilmagan Char Rossiyaning bu ishiga qarta Angliya Ili masalasini ruslarga yamchiq qilib, Afg'onistonni o'z ta'sirida tutish strategiyasi bo'yicha harakat qildi. Ular ruslarga rasmiy taklif qo'yib, Afg'onistonni Angliyaning ta'siridagi ikki davlatni ayirib turadigan betaraf orliq davlat qilishni o'ttirib qo'ydi. Ruslar rad qilsa, Ili sultonligini xuddi Qrimni qo'ldan chiqarib qo'ygandek oqibat qilishni xohlamaydi-da va qabul qiladi. Chunki Angliya qo'llamasa, ruslarning ishg'oliyati qonunsiz bo'lib qilib, Ilini Yoqub Bekka yoki Ili xalqiga qaytarib berishga majbur bo'lib qoladi. Inglizlar qasdan Afg'on chegarasini toki vatanimizning Qashqar chegarasigacha suzib, Rus va Ingliz orasida Afg'oniston va Qashqariya davlatini orliq davlat qilib, ruslar bilan bevosita tutishib qilishdan saqlanadi. Tashqi kuchlarning yangi qurilgan bu islom hokimiyatiga bo'lgan qarniyatini bilgan Yoqub Bey badavlat musulmonlarning qo'rqini bo'lgan Osmoniy xalifligiga elchi avatib xalifaga bayat qilgan. Bu vaqtda Sulton Abdulaziz elchilarni qabul qilib, so'g' salom, oltin kumush, qilish miltiqlarni tortiq qilib, bayatni qabul qilgan. 1870-yili Yoqub Bey Qashqariya davlatining xilofat tavalliki deb e'lon qildi. Lekin bu vaqtda butun musulmonlar tuproqlari tajovuzlarning nishoniga aylangan bo'libmi xilofatga ichki tashqi dushmanlarning hujumlari kuchaygan edi. Ichki jihatda Angliyaga setilgan bosh vazir Mithat Pasha Ostrtdan qo'l silib,
Harbiy nazir Hüseyin Avni Paşa bilan harbiy o'zgarish qilib 1876 yili 4-iyun kuni Sultan Abdulazizni qaslab o'ldirdi. Xilofat vaziyati qattiq davolib ketdi. Buning orqasidan ruslar tashqi jihatdan 1877 yili 22 aprel Kavkaz bilan Balqon sepida urush e'lon qilib, jang boshlanib ketdi. Va Osmoniylar xilofati qattiq mag'lubiyatga uchraydi. Xilofat ichki va tashqi dushmanlarning ziyonkashlik tufayli o'z holi bilan mashg'ul bo'lib qoldi. Zozug'dan garchi 1876 yildan boshlab Qumulda fursat kutib turgan bo'lsa-mu, Tarim vodisiga kirishda Angliya va Rossiyaning ruxsatini olish kerak edi. Keyingi vaqtlarda Char Rossiya Qashqar davlatini yo'qotish uchun Zozug'ning Qashqariya davlatiga tegish qilishida eng cho'ng bosh og'riqi bo'lgan 200 ming kishilik qo'shinning ochliq masalasini hal qilib berish badaliga 1871 yili Char Rossiya besib olgan Eli vodisiga qarta hech qanday harbiy harakat qo'zg'almaydiganligi to'g'riliq va'da olish orqali 1875 yili Char Rossiya savdogari Kamenskiy orqali 5 million jang, keyingi yili 10 million jang ochliq setib berdi. Angliya Afg'onistonga 2-3 qatim hujum qo'zg'agan bo'lsa-mu, mag'lubiyatga uchraydi. Shuning bilan inglizlarning Char Rossiyaning Hindistonga tutgan qarniti bo'lgan andisisi ularni yoki Qashqariya davlatining Angliyaga beqindi bir mustaqil orliq davlat bo'lishi yoki Zozug'dan ishg'ol qilib tizginlashdan iborat ikki ehtimollik natijasida orqaga yenishga majbur bo'ladi. Ruslar bilan Manchungning hamkorlashganligini ko'rgan Angliya vatanimizga ta'sirdan ayrilib qolmaslik uchun va ruslarni cheklab turish uchun Manju kafirlarni yaxshi nomzod deb qaraydi. Buning bilan Zozug'ning yana bir bosh og'riqi bo'lgan uzun safarning moliya masalasi uchun ehtiyojli 9 million funt sterlingni Angliyaning Shangan bankasi orqali yuqori o'simli qarz sifatida hal qilib berdi. Bu ishki jahongir kuchining qo'llashiga erishgan Zozug'ning nihoyat yurakli holda tavutini ilib yo'lga chiqdi. Zozug'dan avval shimolni, ondan janubni ishg'ol qilish, osti ilgirlab tez urush qilish qatorliq strategiyasi bo'yicha to'xtamay qaymoqtirish yerisi ishlatib yurib 1877 yili 5-ayning 14 kuni Turpanni yurakli qo'rshib olgan. Ammo Yoqub Begning Manching bilan sulh qilib, urush qilmaslik o'yi bo'lg'achqa, boshdan oxiri urushmanglar deb farmon bergan va Qor shaharga chekinishga buyruq bergan. Buning bilan mujohidlar noiloj 30 yilga yetkidak ochliq, o'tin samonga o't qo'yib deb chekinishga majbur bo'lgan. Siddiqbek, Yusufbek boshliq Xitoyparastlar Xitoylarning ichiga qochib ketgan. Turpanliq baglardan bir qancha 105i Xitoylarga maktub o'tkazdi. Hatto Yingsarliq O'shurbek g'azinichi g'azinalarni qo'zg'ab ilib minish fursatidan foydalanib, g'azinadagi oltinlarni ilib, bir muncha odamni agashtirib, Xitoy tarafga qochib, orsiga kirib olgan. Yoqubbek boshliq arboblar lavlarni chilishib qolgan. G'azinchi O'shurbek Xitoy tuqqanlarga Yoqubbekning barliq sirlarini aytib bergan. Buning bilan Xitoylarning yuragi texim yo'qolib ketgan. Manching armiyasi Turpanni ishg'ol qilgandan keyin qanday qilib Ko'rli tarafga o'tish to'g'riliq kalla qatirayotganda, azaldan Manching kafirlarga Ostirdan xabar yetkazib xizmat qilayotgan Xotan valisi Niyoz Akinbek Yoqubbekni zaharlab o'ldirdi. Mushunda qalqiliq paytlarda davlat ichida qalayimqonchilik, huquq talashish, bo'linish yuz berdi. Aslida yana 5 yil mo'ljallangan urush plani shu yilning oxirigacha 1877 yili 17 dekabr Qashqargacha ishg'ol qilindi. Dongfungshan Qashqardagi xalqni qiynab, Yoqubbekni qabrisini tepib, Yetkoh maydonida kishilarni to'playdi. Oldi bilan jasadining kallasini choptirib, oxiri kuydirib kulini Beyjingga olib ketdi. 1878 yili yanvarning oxirida bo'lsa, Xotanni ishg'ol qilib, ishg'oliyatini tamomlaydi. Challoning kalla kesar ishti Javxoy Manching qo'shini Qaydo daryosiga g'arq qilingan chog'da g'oljirlashib, Tarim vodisida necha million xalqni dahshatli qirg'in qildi. Aqsu xalqi Tarim suyini 3 yilgacha icholmaydi. Zozug'da 5 million ma'sum jonning jiniga zolim bo'lgan qotil. U 1884 yili noyabrda vatanimizni Xinjiang deb atab rasmiy hukmronlikni boshlagan. Xitoylar keyincha aholilarga yumshoq qo'llik qilishni to'xtatgan. Buning o'rniga Angliyadan olgan yuqori o'simli qarzni va elini qaytarib olganda Char Rossiyaga to'lagan necha million rubl to'lamni to'lash uchun xalqqa haddi hisobsiz olvon, yasoq, g'alla paranglarni yuklagan va o'lim jazosini yangidan yo'l qo'ygan. Bu vaqtda kishilar Yoqubbekni hasrat ichida aslashgan. Yoqubbekni qasligan munofiq Niyoz Akinbek
manjularga yillarcha yig'ib qo'ygan oltin kumushlarni berib sadoqatini ifodalagan bo'lsa-mu, manjular sen neyt yomon odamkansan. Seni bir cho'ng o'lkaga vali qilgan, tuz bergan ulug'ingga asil qilibsan deb e'tiborga ilib ketmagan. Oxirda u turmada o'z go'shini o'ziga yegizib, aroq ichib, 25 kunda ichinishli holda o'ldirilgan. Shundoq, Almisoqdan xoinlarning oqibati sharmanchilikdan boshqasi bo'lmagan albatta. Bu qissalar bu tarixning mingdan biri desak xatolashmasak kerak. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo bir qavm o'zini o'zgartmagichilik ularning ahvolini o'zgartib qo'ymaydi. Mana bu voqeliklar bo'lib, bir asrdan oshgan bo'lsa-mu, mazlum musulmonlarning millionlagan o'g'il qizlari lagerlarda, turmalarda vahshiyona qatlam qilinmoqda. İzzat iffati dafsan bo'lmoqda. Bu tuproqlar o'zlarini isloh qilgan g'olib avlodlarning fath qilinishini kutib turmoqda.